Remontini o'zimni didimga qarab qilaman degan obunachilarimizga remontalab 2 xonali kirgilikdan 4 qavatli 3-qavatida 2 xonali uy topib qo'ydim. Siz bilan bitta video obzorni ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana asosiy eshikdan kirishimizga shunaqangi koridori o'zini yonida perxoshkalarigacha bor. Shuning yonida sanuzeli, vannaxonasi o'sha eski holatda turibdi. Oldin qanday qurilgan bo'lsa, kafellari ham o'sha eski holatda. Bunisi mana oshxonasi. Oshxonasida ham mana kuxunilari bor. Endi kelib ozgina fikrsizga qarab remontini qilib olasiz. Asosiysi gaz, suv, svet, kanalizatsiyalardan muammosi yo'q joyda. Bunisi mana bitta xonasi. Bu xonamizni yonida mana balkon qismi ham bor. Balkoni ham yopilgan. Plastik eshik romlarini qo'yilgan. Xo'p, endi uni yonida yana bitta xonasi mana. Bunisi yana bitta xonasi. Mana plastik romlarigacha qo'yib qo'yilgan. Remontlarni yaxshi holatda endi o'zingiz ko'rib, kelib, o'zingizga yoqadigan qilib bitta kosmetika remont qilib olasiz. Manzilimiz Farg'ona shahar Kirgilik mavzesida, Shirotkada 4 qavatli 4 qavatida. Issiq suv ham davlat tomonlama beriladi. Bu yerda qishin, yozin issiq suvdan muammo nimaligini sezmaysiz. Xo'p, narxini 22 mingga baholanyapti. Sizga yoqadigan joy bo'lsa, yana ham arzon qilib tushib beradigan joy bu.